Rossiyskiy avtopromi ishqibozlari uchun to'g'ridan-to'g'ri egalaridan navbatdagi Lada X-Ray Cross avtomobili 2019-yilda ishlab chiqarilgan, salondan barqo'l haydalgan, bosib o'tgan masofasi probegi bor yo'g'i 15.000 kilometr. Mashina benzinda, gaz o'rnatilmagan, xohlagan odam o'zi uchun bemalol metan, propan o'rnatib olsa bo'ladi. 1.8 atmosferli dvigatel bilan jihozlangan, benzin tanlamaydi, texnik holatlari ham zo'r holatda. Oyog'ida absolyutni yap-yangi balonlar, hali 100 kilometr ham bosib o'tmagan, hollari bilan turibdi. Diametr 17. Salon qismiga keladigan bo'lsak, juda ham akkuratli salon, matviy holatda turibdi. Plastmassalar qirilib ketmagan, chexol, sidinalar cho'kib qolmagan, urinib qolmagan, rullari ham zo'r turibdi. O'zining shtatniy qanaqadir monitori bor, video registrator o'rnatilgan. Eskicha antiradar turibdi. Akkuratniy, приятный salon, hidlanib ketmagan. Kuzovi absolyutni top-toza, kraska tegmagan, qirilgan, sirilgan joylari ham yo'q. Bemalol tekshirib olishingiz mumkin. Bagajni atsaklari ham ancha keng ekan, bemalol ancha-muncha narsani sig'dirib olsa bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, startoviy narxi $10.900, ozgina kelishadigan joyi bor. Telefon raqamlarini video opisaniyasida va video kommentariyasida qoldiramiz. Qiziqqan aloqaga chiqinglar, kelinglar, ko'ringlar, baraka qilib olib ketinglar. Manzil Toshkent shahar.